Yana bir bor assalomu alaykum. Arashan liderdi. Ashaddiy muxlislari deymiz endi. Xo'p. O'ta ko'pchilik so'radi. Men yozgan, endi yangi boshlayapman, Arashanni ko'paytiraman, seleksiya qilaman deganlar rosa ko'p bo'ldi. Puli sal yengilroqdan olib keling dedi. Ana shularni taklifiga binoan bugun mana shu do'stimning o'zini qo'ylari bu. O'zi biroz seleksiya qilib yaxshi enalari yaxshi pulga sotilgan. Prosta buni 2-3 klassligi uchun men bunga rosa aytdim, bizda yangi boshlovchilar ko'p. Xo'p, shular uchun bir pul yengilroqlardan berasan deb mana shularni ajratdik. Buni ichida liniya Boss 80 i Blandi bormi yo'qmi? Blandi yo'q. Liniya 80 bilan Boss'ni shu nevaralari bo'ladi. Endi bunday bizni tilda aytganda. Xudo xolisa 18 bosh bu yerda baraka bo'lgan 5-6 oylik qo'zilar, urg'ochi qo'zilar. Yangi boshlayman deganlar uchun o'ta qulay variant, bunday ochig'ini aytgan. Puli ham yengil. Buni olib yaxshi xudo xolisa bir dayshi qo'chqorni qo'shib 2 yil seleksiya qilib rahmatini aytib boqadigan narsalar. Do'stim bularni pulida sen rozi bo'l. Men bularni olib borib yo boqaman yo masalan qiziqadiganlarga beramiz. Ular foydalansin. Men aytayin nima? Yerda jana aytding 2-klass, 3-klass berdi. Xudo xolasa 2-klass, 3-klass chiqmaydi. 2-klass redka chiqishi mumkin, 2-1. Qolganini Xudoy buyursa, bardığıyla do'stim 1-klass. Ana no'g' o'xshagan nima ko'rdingmi? Mana tartsangiz, mana mondaylar bor. Shular 50 tamen o'tib qolishi mumkin. 50 tamen o'tib qolishi mumkin. Tabi yoqda bor, o'na. O'sha dualning burchida turgan o'shada 50 tamen o'tib qolishi mumkin do'stim. Endi bu yerda birgina Xudoy biladi-da, qanday klassdan o'tadi. Bu yerda hozir 3-klass yo'q, Xudoy buyursa. Borlar. Yaxshi, endi sen aytganing boyagi bizda O'zbekistonda жаңа boshlab deganiga sal shuncha terib qilib nima qilib berdim-da, o'zimni qo'raman chiqarib berdim. Ana buna prostandan juni alınmay qoldi, bu Betsalayda turgan uchun qulog'i 21 ushgan bo'rini. Garbanosi o'ta kuchli. O'z negizida eng qimmat ushlovchi-da. Anda sen jana qo'shib nima qilayli do'stim, qo'shib bizga satayli, o'sha qilib kirayli. Sen O'zbekistonliklarga qilib bering yaxshi narsalarni deganing uchun An qo'chqorlardan qochib qoldi deb o'ylashmoqsin do'stim. Hozir bunday aralashgan videoga nima qildi? Atab bo'lib turadi. Bularni yaxshi seleksiya qilib, seleksiya qilib satsanlar yaxshi pulga sotib olinglar do'stim. Bularni 25 ming so'mdan berdim men, ochig'ini aytganda. 25 ming so'm qirg'iz pulini. O'zbekistonda qanday bo'lib qoladi, endi Xudo bilsa o'zingiz bilasizlar. Do'stim, yaxshi qo'y qilib olinglar. Barakalloh.